Assalomu alaykum aziz muxlis, Guli TV kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yangi yilga biz Oyijon Adijoniga ketyapmiz. Qor yog'yapti o'rtoqlar. Rosa xohlagandim. Yuhu! Bayramlar bilan hammani tabriklaymiz. Biz ketdik. Bayramni oldim. Pishiradigan narsalarimni hammasini oldim. Yomg'ir emas bu qor. Va nihoyat bugun yangi yil kirib keladi. Biz esa ushbu 31 dekabrni Oyijon bilan Adijonni uylarida kutib olyapmiz, ya'ni qaynona qaynotamni uylarida. Ertalabdan masalliqlarni qaynatib, salatlarni tayyorlash bilan boshladik. Ovqat solib qo'yganmiz. Hozir sizlarga jarayonni ko'rsataman. Biz yangi yilga mohora soldik. Katta qozonlarda, mana shunaqa o'choqda. Endi bu o'choq emas, gaz, lekin bizim uchun o'choq. Shunaqa zo'r sho'rva tayyorlayapmiz. Go'shtlarni ilvillatib pishirdik, xil-xil qilib. Ertalab solib qo'ydik go'shtlarni. Ertalabdan beri qaynayapti. Endi tasavvur qiling o'rtoqlar, mazasi zo'r bo'ladi. Biz no'xatlarni solib oldik. Mana do'stlar, sho'rvamizdan xolodetskiy kelyapti. Demak, bu degani ilvillab pishdi degani. Mana go'shtlarimiz qaranglar. Kartoshkalarimiz juda pishib ketsa, sekin ko'tarib olamiz deyapmiz. Hozir o'psinim bilan birga qilamiz. Atak zo'r. No'xatlarimiz ham mana yaxshi pishyapti. Endi no'xat yorilsa, menimcha zo'r bo'ladi deyapmiz. Kutyapmiz yorilishini. Mana bu ikkilovligisi, opa-uka, ko'ryapsizlarmi? Mana buni opachasi, mana o'xshaydimi? Lekin mana o'psinimning ikkita bolasi xuddi fransuzlarning bolasiga o'xshaydi, o'rtoqlar. Mana fransuzlarning bolasi desanglar ishonadi. Mana bu o'zbeklarning, g'irt o'zbeklarning bolasi mana. Mana, o'zbekmisan? Yo, dubaylikmisan? Dubaylikdan nima dedi? Yo, sen o'zbek qizmisan, yo dubaylikmi? Dubaylik. Oy! Oyijonning uylarida shunaqa chiroyli dasturxon qilganmiz. Hozir qoshiq vilkalarni oxirigacha qo'yib chiqmadik, sekin-sekin qo'yib chiqamiz. Ovsinim bilan shunaqa chiroyli salatlar qildik. Shubani men qildim. Ikrani men qildim, buni ovsinim qildilar. Naryoda umumiy olganda 5 xil salat tayyorladik. Mana bu salat meniki. Baho beringlar o'rtoqlar. Hali ovqatlarimizni endi sekin-sekin qo'yamiz. O'choqda tayyorlagan ovqatimiz tayyor bo'lyapti. Mana opajon bilan biz sho'rvamizni ochamiz. Dahshat. Juda ham mazali chiqqani ko'rinib turibdi. Yoqdimi? O'rtoqlar, bugun Qorbobo Adajon bo'lyaptilar, qaynotamlar. Keling. Vau! Ana, Oh! I want you to know